o'quvchilar, biz hozir siz bilan ikkita guruhga bo'linib oldik. Real hamda Barsa guruhiga bo'linib oldik-a. Demak, o'quvchilar qaraymiz, gollar hamda bizga varatalar berilgan. Varata deymizmi? Barakalla, qaraymiz o'quvchilar, siz endi mana shu gollarni, ya'ni kaptoklarni varatalarga gol qilib tepishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Kim chiqadi? Muhriddin. Kim? Nima? Kim? Tanlaymiz. Olamiz. Ya'ni kaptoklarning orqasida yaxshi va yomon xislatlar va fazilatlar bor. Bu tarafimizga Barsa jamoasiga yaxshilarni, bu yoqqa yomonlarni indiraylikchi. Qaysi biri yutar ekan? Nima bo'ldi bu? Mahmadona. Xo'p, Real jamoasiga olamiz. Tezroq bo'lamiz. Bir chekkadan kelamiz shu qator. Bilimdan. Bilimdonlik Barselonaga gol. Yo'q, Barselona Realga gol urdingiz. Shu qator kelinglar, tez-tez. Dangasa Real. Aqlli. Barsa. Nayrangboz. Kim nayrangboz? Yolg'onchi. Yolg'onchi kim? Realga ilamiz. Hozircha Real oldida, lekin o'quvchilar qaranglar, Realda 4 ta gol. Kim chiqmadi bu qatordan? Kim? Nursulton. Asilbek. Tezroq. Olamiz Asilbek. Kim? Realda yana bitta gol bor. Realda yana bitta gol. Chiqamiz. Chiq Yasmina. Sabr toqat. Barselonaga bitta. Zirak Barselonada. Qocha Barsa. Mehribon Barsada. Bahora. Pozitiv. Bitta qoldi kim? Oxirgi gol. Robiya. Intiluvchi. Qaysi jamoaga beramiz? Barsa. Sanimiz Barsada nechta gol? 7 ta. Realda? 5 ta. Qaysi jamoa 7 ta? Barselona.